narsalar bo'lib ketibdi. Hammaga salom, xush kelibsizlar yana mana o'sha yangigina videomga do'stlar. Mana ko'rib turganinglarda maza qilyapman mana narsalarim bor. Ertalab üst qo'limga yo'qsam Hey, Mirox. Kimni chaqirdim? Salom, Shishil. Albatta, kimdir senga hozirgina xat tashlab ketdi, lekin o'qimadim. Bilsang bilarsan. Xat tashlab ketishganiga o'qimaganmish, bilsang bilarsan. Yo'qol o'zim ham ko'raverdim. Chiqmadim просто. Kim xat yozgan bo'lishi mumkin? Chaqirdi do'stim yoki qarindoshim yoki qani ko'ramiz. Nima qo'shni uyini o'rganganingni men bilaman. Yo, bu menimcha bu nimalarda qanaqa tovlamachilik desam bo'ladi. Yechil buni o'zing yozingmi? Yo'q. Aniqsa yozmadingmi? Ketib qoldi. Bilmadim. Yana ketib tushyapti. Ertalab bo'lsinchi. Bir gap bo'lar. Bo'ldi, ketishdi. Ertalab bo'lsa bir gap bo'ladi. Mana do'stlar, ertalab ham tushdi. Mana endi ketish kerak. Tinchlikmi? Ertalabdan ishga ketibsan. Ben chaqiryotdi, bo'pti ketdim. Sen nima qo'yarsan? Muncha qochasan. To'g'ri. Assalomu alaykum janoblar. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Da, yaxshi bo'ladi. Короче, san ustida ariza tushibdi. Qanaqa ariza yana? Sen, qo'shning uyini sen o'margansan deb ariza tushibdi. Sen o'marmagandirsan, to'g'rimi? Yo'q, men o'marmaganman. Sen ustidagi qaysi qishloq ariza tushibdi, shunga mahalla idorasi bundan. Militsiya xona bor-ku, qishloqdan sen zo'r demagan. Mana shu yerdan ko'rinishiga zo'r bo'ladi. Xullas o'sha yerga chaqirishyapti, bir ikkita savollari bor ekan. Xo'p. Bo'ldimi shuni? Da, bo'ldi shu. Salom, Shishil qilasan. Yaxshi, rahmat. Sen ustida arizalar kelib tushibdi. Mazan ishlasang yeganini aytdim-ku, men bitta qora kiyimli odam ko'rgandek bo'ldim. Shuni bu men bilan nimalar gaplashyapti? Bu Shishil meni yon qo'shnim bo'ladi, o'sha narsalarni o'rnaganman. Politsiya do'stlar, politsiyadan idorasidan ariza kelib tushgan. Bu yaxshi emas. Ishqilib yaxshilikka bo'lsin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Men ustimdan ariza kelib tushibdi debman. Kechirasiz, so'zladim. Mirox, qishloqdagi 13 qishloqdagi Mirox. Ha, siz ustingizda qo'shningiz uyini, boy qo'shningiz uyini o'marganligingiz haqida ariza kelib tushgan. Uni qaysi Shishil ariza bergan shunda? O'sha qo'shni Shishil. Qo'shnim Shishil. Xo'p, yana qanaqa savollaringiz bor? Rostdan o'marganmisiz? Yo'q, qanaqasiga men o'g'ri bo'laman?
Siz o'marganlikda ayblanasiz va bunga dalillar ham bor. Qanaqa dalil? Ko'rib qolgan bu narsa bo'lsa qanaqa tushuntirmoqchisizlar xullas. Xohlasangiz yuring uyingizga borib ko'raylik. Yashirin yerto'langiz va qora kiyimlaringizni. Qanaqa yashirin yerto'la va qora kiyim nima qo'yamizlar? Ha, aka. Kimdan yashirmoqchi bo'lyapsiz? Biz hammasini bilib oldik. Kecha ketganingizda даже uyingizga bosqinchilik qilib kirib tekshirib chiqdik. Sizlar nima haqida borman uyimga? So'ramasdan kirib. Ha, nima bo'pti? Xullas, o'margan bo'lsam bo'pti, qaytarib beraman o'sha pulni. Yo'q, siz qonun oldida javob berishingiz kerak. 5 yil muddatga sizni qamoqxonada saqlab qolishga majburmiz va xohlasangiz boyliklaringizni qaytarib bering. Endi uni farqisi yo'q. Shunchaki qochib keturaman men. Shunchaki qochib ketadigan bo'lsangiz, bizani bilasiz, armiya guruhi bor. Shunchaki sizni uyingizni o'rab olib, ba'zi sizni olib kelib qamashadi. Faqat bu safar ko'proqqa bo'lishi mumkin. Hozir nima qilishim kerak endi men? Orqangizdagi xonani ko'ryapsizmi? Orqamda, ha, mana korxonani aytyapsizmi? Qamoqxonaga o'xshagan. Ha, o'shaning uchun kiring, sizga xat qoldirib ketishibdi. Yana qo'shni jichil bo'lsa kerak-da. Kim ham bo'lardi boshqa shu duvdir. Xo'sh, qani xat ish balo yo'q-ku bu yoqda. Qo'rqotishdingmi? Yaramas. Bo'ldi, shu yerda qolasan endi. Bu yoqdan chiqib ketsa, yo'q, bu yoqda tasdiq yo'q ekan-ku. Bu yaramaslar, sizlar nohaq qamatlaring. Dalillaring ham xato. Dalillarimiz to'g'ri. Xohlasangiz o'zingiz ham menga guvohlik bergansiz, ya'ni o'zingiz ham buni tasdiqlagansiz va buni hozir yozib olganman. Xohlasangiz qo'yib beraman. Qarab turlaring, qarsalik ko'rsatib qo'yaman. Do'stlar, meni qamab qo'yishdi va men bu yoqda 5 yil o'tirishga majburman. Ha, o'g'rilik qilish ham men tarafga ishlaydi. Ha, mayli, yomg'ir yog'yapti, ovoz eshitilyapti va maza qilib berdi, yo'qda qolaman endi. 2000 years later. Hammaga yana bir bor salom do'stlar. Xullas, men bu yerda o'tirib, oxiri mana o'tgan kuni yangi yil bo'ldi va oradan 5 yil o'tdi. Balkim chiqarib yuborishar. Hoy janob, balki meni vaqtim tugagandir. Chiqamanmi o'zi bu yerdan? Ey janob. Yuraqsizmi? Ha, men. Chiqishingiz vaqti bo'ldi. Shu kravatingiz oldidagi tugmani sindirib qo'yishingiz mumkin. Tugma? Nima? Bu tugma yo'q-ku. Bir soat oldin uxlayotganingizni qo'yib qo'ydik. Uxlayotganimda, ha, mayli. Nihoyat 5 yil deganda men qaytdim. Bu jitil. Salom jitil. Salom. Bular necha yil qamalishga necha yilga to'g'rirog'i? Ular sizdan oldin kelishgan, ular 20 yilga qamalishgan. Yo'qmi, yo'q. Chiqib. Nimaga sababi bormi? Kelasi odam o'ldirgan. Bu tabiiyki hamma ishlarda ham og'irroq desak ham bo'ladi. Odam o'ldirganmi? Ha, rahmat janob politsiyachi. Ana endi men 5 yil deganda ketishim mumkin. Salom jitil. Salom. Bugun seni chiqishingni bilardim. Men seni shu yerda kutib turgan edim. Rahmat e'tibor uchun. Bo'pti, endi men uyimga bora qolay. Hamma o'zgarib ketgandir. Voh, toza havo, naqd 5 yil deganda chiqdim.
qishloq ham o'zgarib ketgandir. Meni uyimga hech kim, eng qiziq polizlarga kim qarayapti ekan a? Salom jitil. Men qilgan ishlarimga pushaymon bo'ldim, to'g'risini aytsam. To'xta. To'g'risini aytsam, men pushaymon bo'ldim. Ha, o'ziga kelibsan-da. Mayli, o'ziga kelgan bo'lsang, xursandman. Boyliklaringni xohlasang qaytarib qo'yib beraman. Yo'q, shart emas. Menga oddiy odam, yarashadi va oddiy odam bo'lib yashashni xohlayapman. Oddiy odam, ha mayli. Salom, bir pastga keldingmi? Ha mayli. Nihoyat. Salom jitil. Ha. Rostdan ham men o'g'ri bo'ldim va mana bu yerdagi boyliklar. Bu boyliklar endi menga kerak emas, shunchaki bularni merga olib chiqib berishim kerak deb o'ylayman. Va bularni hammasini merga berib topshiraman do'stlar. Bu joyni esa shunchaki yashirin xona qilib qo'yaman. Nimadirlar favqulodda holatlar yuz bersa, shu yerda kun kechiramiz va mana bu yerda bo'ldi. Ana ikkita shalkar boyliklar. Va men ana endi halol ishlab topgan pulimga o'zim yeb, ichib yuraman do'stlar. Sizlarga ham buni maslahat bermayman. Va hozir mer bilan ham ko'rishamiz. Salom jitil, nimaga meni uyim oldida g'iybat qilyapsizlar? O'sha Mirox qaytdi, naqd 5 yil deganda. Qishlog'imiz amanchi o'zgardi. Mana bu yerda polizlar tez o'stirilgan bo'libdi. Assalomu alaykum janob mer. Men o'sha Miroxman. Salom Mirox. Sen o'g'irlikda ayblanding. Menimcha pushaymon bo'lding deb o'ylayman. Ha, pushaymon bo'ldim. Va men bularni hammasini mana qaytarish uchun keldim xullas. U jitil o'ziga bermadingmi? U jitil o'zi oddiy odam bo'lmoqchi ekan, shuning uchun siz qishlog'imiz merisiz va bu yerdagi hamma boyliklarga siz egalik qilishingiz kerak. Shuning uchun mana shalkirlarni mana shu yerga qo'yib ketyapman. Ha, rahmat. O'zi endi bu seni boyliklaring bo'lishi kerak. Chunki sen bunga javobgarlikni olib bo'lgansan, lekin sen to'g'ri yo'lni tanlading va shu yerdan mayli bir stak izimrot olib keta ol sen uchun. Rostami? Rahmat janob mer. Va men bu yerdan ketdim do'stlar. Ha, to'g'ri eshitdinglar. Endi men uyimga ketdim va meni janob mer narsa bilan taqdirladi. Hamda do'stlar mana 5 yil deganda pushaymoniga chiqdim. Mana do'stlar ko'rib turganinglardek video ham tugadi. Salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Keyingi videolar albatta bunday bo'lmaydi degan umiddaman. Hammaga xayr, sog' salomat bo'linglar.